Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qanaqasiz? Charchamasdan yaxshi keldingizmi? Yaxshi keldim, rahmat. 2 oy o'tdi embolizatsiyadan keyin. Qanaqasiz? Hozir отлично себя чувствую. Конечно, 2 oy вообще qiynaldim. 2 oy to temperatura, to oyog'im, to belim nimadir. Siz har doim aytdingiz, 2 oygacha bo'ladi. Men so'ramni endi надеяться qildim. Charchab ketdimmi? Yo'lga aytganingiz to'g'ri chiqdi. 2 oydan keyin prям 2 oy bo'lgandan keyin o'sha hammasi o'tib ketdi. Hozir oldingidan ham yaxshiroq his qilaman o'zimni. Yaxshi. Sizda o'sha bezgaqalarda, что miomiz, adenomiyozlik, ko'p qon ketish bezgaqalarda qaysi paytida? Bu narsadan juda ham charchagandim. O'sha narsa yo'q bo'ldi. Mana 2 oy ichida o'sha yaxshi anaqa kelyapti-da menstruatsiya ham. Qanaqa bo'lish kerak bo'lsa shunaqa. Qizlik paytingiz bilan solishtirsangiz shunaqa. Yaxshi. O'sha og'riqlar yo'q. Endi muolajada kelganda ham ancha qo'rqardingiz. Hozir 2 oyda o'tgandan keyin nima deysiz? Arzirmidi qo'rqishga? Qo'rqishga, конечно, og'riqlari anaqa esimda qolib ketdi. Lekin bu rezultatga arziydi-da. Natijaga arziydi-da. Ancha уже kichraygan matka. 110 bo'lgan 86 bo'lib qoldi. Bu ancha 2 oyda juda yaxshi natija. Уже mioma UZIda aytishyapti, pitatsiya qilmayapti, demak, уже qurishni boshlagan. Zo'r, yaxshi. Endi shunaqa qiynalayotgan ayollarga nima derdingiz? Qiynalayotgan ayollarga zo'r yo'li topildi-da, baribir matkani borib kestirib, oldirib tashlagandan ko'ra, miomani kestiravergandan ko'ra, mana shu zo'r yo'li, hech qayerga hech narsa tegmaydi. Operatsiya emas-da, bu как protseduraga o'xshagan, как kapelnitsaga o'xshab olib ketishadi. Ozgina og'rig'iga chidab berishsa, zo'r yo'li. Развиваться qilyapti deb meditsina. Rahmat kattakon sizga. Все, ko'rishguncha yana 4 oydan keyin yana undan ham zo'r natijada. Xudo xolisa. Sog' bo'ling.